Bilasizmi, shunaqa onlayn kurslarni bilaman, 2 yildan beri bitta narsani berib yotishibdi. Plastinka aylanib yotibdi. Shiddat bilan axborotlar kirib kelayotgan zamonda onlayn darslarni bu jarayonga qanday moslashtirish mumkin? Bunda birinchi o'rinda dam-badam ekspertlar kurs mavzularini o'zgartirib va GazDev orqali hozirda eng muhim muammolarga qaratilgan kurslarning mavzularini tuzishlari muhim. Ikkinchisi, kurslarga yangi texnikalar va yangi tendensiyalardan foydalanish orqali tashkil etilishi juda ham kerak. Chunki zamon bilan hamnafas tarzda auditoriya ham o'zgaryapti va ularni diqqatini ushlab turishda esa bular juda muhim. Uchinchisi esa ekspertlar dam-badam o'z ustilarida izlanishlari va eng so'nggi ma'lumotlarni kurslariga olib kirishlari bu ham onlayn kursni zamon bilan hamnafas bo'lishida va moslashuvchan bozorbop onlayn kurs bo'lishiga sabab bo'ladi. Onlayn kurslaringiz zamon bilan hamnafas bo'lishini xohlaysizmi? Unda menga obuna bo'ling va bu videoga like bosishni unutmang.